ona. Ona shunaqangi zotki, o'zini oyoq kiyimi yirtiq, kiygani kiyimi yo'q bo'lsa ham, o'g'lim yoki farzandim hech kimdan kam bo'lmasin deb kiyim-kechaklar bilan eng yaxshi narsalar bilan ta'minlab qo'yadigan ham bu ona bo'ladi. Qish payti oyog'idan zax o'tsa ham o'g'liga issiq narsalarni kiydirib qo'yadigan ham bu ona. O'zini qorni och bo'lsa ham farzandini to'ydirib qo'yadigan bu ona. Onaga farqi yo'q, siz 40 ga kirasizmi, 50 ga kirasizmi, 60 ga kirasizmi, agar onangiz hayot bo'ladigan bo'lsa, doim onangiz uchun siz millioner bo'lasizmi yoki qo'sha-qo'sha mashina, uy-joylaringiz bormi, hech narsani qizig'i yo'q. Ona uchun doim bolasiz. Va sizdan har doim telefon qilib, o'g'lim ovqatlandingmi? O'g'lim issiqroq kiyim oldingmi? O'g'lim sog'lig'ing yaxshimi? Doim qayg'uradigan ham bu ona. Onani ta'riflash uchun butun dunyo lug'ati ham kamlik qilsa kerak. Onalarimizni ta'riflashga til ojiz to'g'risi. Siz ming millioner bo'ling. Aytganimdek, qo'sha-qo'sha mashinalaringiz, pullaringiz bo'lsin. Onaga farqi yo'q. Ona doim xavotir oladi. Shunday odamni qanday qadrlamaslik mumkin? Onalarimizni borida qadriga yetaylik, borida qadrlaylik.